Kerak. Mashina bir kelaveramaz. Oo, bildim. Yonboshdan boring. Signal bering. Hey! Dal. Gözüne qarab ursang oladi-ku. Jetda. Ukam, gördingmi vaziyatni? Yo'lda har xil kellasi ishlamaydi ular köpeğin yolda. Borib deydikmen dedim ben bir hata. Xudo saqladi, yurakim yaraldı. Shunday vaqtlarda qara, hali men baxtimizda mashinamizda video registrator bor. Comfort E7 model video registrator buratlar sizlarga tavsiya beramiz. Bizlar ham aynan mashina shu modeldan qo'ydirib olgan edik. Endi bunday vaziyatda agar Gaybrat Gaykalon bo'lsa ham buni isbotlab berish uchun bizlarga video registrator kerak bo'ladi. Shunday vaziyatlarda shu video registrator bo'lmasa, umuman isbotlashning iloji yo'q. Video registrator bo'lsa, mashinangizda shunday videosini tashlab berasiz, hamma vaziyatni ochiq oydin ochib beradi. Hech kimda bunday holat bo'lishini istamaymiz. Buratlar buni tarafdor emasmiz. Yo'llarda ehtiyot bo'lib harakatlaninglar. Shundan har ehtimolga qarshi video registrator qo'ydirib olishni tavsiya beramiz. Hozirgi kunda Comfort E7 model video registratorlar ichida konkurenti yo'q. Bozorda eng oldi bo'lib turibdi. Narxi hozirgi kunda 990 ming so'm sotiladi. Mana dizaynga bir e'tibor beringlar, buratlar. Seriya qilib ishlangan BMW dizayn. Bu chiqib turgandan Broadway zadniy vid bo'lib ishlab beradi. Orqadagi inson bilan bemalol ko'rib gaplashib ketish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Comfort E7 modelimizni original kerak bo'lsa, diğer avtomarket do'konimizga kelaveringlar. Bemalol chiroylatib garantiyasi bilan ustanovkalarni qilib beramiz, buratlar.